Qizil başlıq tügünəkning bu taqdirini hech kim o'ylab baxmagan bo'lishi mumkin. Shaxsan men o'ylab baxmabdi ekanman. Undan so'ng G'arib Sovet nomli asardagi Qizil başlıq tügünəkning bu taqdiri zot qanday bo'lgan? Ma'ni qiziqadiganlar birdan yaxshi yurgakni bir betib, o'nji qo'lib filmni davomini quloq solinglar. Endi bu Qizil başlıq tügünəkning rolchisining asli ismi Zhou Xinping. G'arib Sovetni ishlagan vaqtingizda bu aran 8 yoshga qaranglar. 8 yoshda rolni mushundaq yaxshi ilish. G'arib Sovetdagi 4 klassik asarning birda xil yomon emas bir rolga chiqishning o'zi ajoyib odamning hayotida ko'rilgan xil cho'ng ish, shundami? Bundaq vaqtning o'zida nom chiqarish oson emas. Hamma odamning qo'lidan 8 yosh vaqtida rolni bundaq yaxshi ilishkanmaydi. Rolni mushundaq yaxshi ola oladiganlarning bundaq fursatining kelishi natayin baktas 100 ming odamning ichida birasiga mushundaq fursat ham iqtidor tang bo'lishi mumkin. Endi bundaq nom chiqarganlar asosan mush nomdan foydalanib, davomli mush yo'lda menib o'zini texim taraqqiy qildirib, texim ko'p pul tepib, texim ko'p nom chiqarib mangadi, shunami? Lekin bu yerga Qizil başlıq tügünek undaq qilmagan. Boshqacha bir yo'lni tanlagan. Ya'ni buni men davomli yaxshi o'qib, yaramli odam bo'lmaydigan ma yo'lga menib ketgan. Shundan bu davomli o'zining orzusi bo'yicha yashab, davomli yaxshi o'qib 1995-yili oliy maktab imtihonida 610 numar elib Beydağa, Beijing Daşö'nün elektronluq G20 kasbiga qabul qilingan. Kim bu yerga oliy maktabda buni yaxshi bitkizgan, yaxshi mukofotlarni olib bitkizgan. Maktab tugagandan keyin bevosita Jungu Pan texnika tadqiqot markaziga qabul qilgan buni. Endi biroq bu bola bu yerga kelgandan keyin davomli yana o'zgarish hosil qilgan, endi davomli ishlashni emas, davomli bir tarafdan o'qiyman deb, davomli magistrlikda, doktorlikda o'qib 2005-yili doktorlik unvoniga erishgan. Endi bu doktor bo'ldi. Jungut Pan texnik tadqiqot markazining odami. Bu davomli ishlasa, chuqum cho'ng boshliq bo'lishida gap yo'q, shunami? Lekin bu xizmatidan voz kechib, istifa berib, o'z oldiga cho'ng yiqilma degan. Shuni bilan bu Beijing Nongguan Jiashi Yoshenzorong Gongsu deb mushundaq yezigilik pan texnik shirkatining birini qurgan. Davomli shuni bilan bu pan texnik tadqiqot bilan shug'ullanib, dehqonchilik tadqiqot ishlarini taraqqiy qildirgan. Shuni bilan dehqonlarning kirimini yuqori ko'tarish, qanday qilib texim ko'p mo'luslanish, eng muhimi dehqonchilik mahsulotlarini qanday qilib tovarlashtirib, texim ko'p iqtisod yaratish, dehqonlarning bayqilish, o'zining shirkatining bayqilish, mush to'xtamli izinib, dehqonlar uchun cho'ng yaxshilarni qilgan. Balki ishkirtki shu Beijing, Shanxay, Tianjin, Guangzhou qatorliq yerlardagi dehqonlarning boy bo'lishiga iqtisodni yuqori ko'tarishda bu cho'ng to'p ko'rsatgan. Shuni bilan bu bola o'zining hayotidagi bizga nisbatan muhim bir fursatni mangmay, o'zining boshqacha tanlashi, o'z orzusi xiyoli bo'yicha muvaffaqiyat qozongan. Inson o'z yaxshi ko'rgan ishni qilsa, ko'ngil qo'yib qilsa, tirishib qilsa, aman muvaffaqiyat qozona oladigan. Buni mabala o'z hayotida bir isbotlagan. Endi bizning bu turmushimizga kelsak, bunda qaror chiqaradigan, bunda yo'lda mangdigan yoki mushunda qo'llaydigan ota-onalarmi asosan yo'q bo'ldi, shunami? Masalan, 8 yoshda markaz televiziyasidan so'ng bunda dong'liq televiziya teatrida ham yaxshi rol elib, ham kishilarning nomini qoldirgan bo'lsa, chuqum davomli mush yo'lda taraqqiy qildirdi. Maktabda o'qitisimi, chuqum san'at joylarida o'qitib, mashq iqtidorini joriy qildirdi. Yoki buning ikkinchi cho'ng tanlashi texim xatarlik bo'lgan. Bu beydani bitirib mushunda markaz tadqiqot o'rnida ishlay olgan odamni istifa bergizadigan jur'at 99.99%imizda yo'q. Hem bunda istifa verip çoğuya kılsan meyli deydiğen ota-onalarmi 99.100.999 yok. Şundan emas mı? Bu bala hem arzusu işindiğen, hem kapjürek, hem ota-onalarını qo'rqmay qo'llayalaydigan mushundaq bala ekan. Hem hayotida haqiqatan isbotlab bir olibdi.